Erimning akasi yelkamdan quchoqlab, "Ukam senga xiyonat qildi, men esa" deb pichirlaganida men bilardim, bu quchoq shunchaki tasalli emas, bu mening gunohga yo'limning boshlanishi edi. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun men sizga o'z hikoyamni yillar davomida 4 devor orasida, qalbimning eng yashirin burchagida asrab kelgan sirimni ochmoqchiman. Bu hikoya xiyonatning achchiq zahmi, yolg'izlikning muzdek nafasi va kutilmaganda eng taqiqlangan joydan topilgan iliqlik haqida. Bu bir ayolning yillar o'tib o'z tanasi, o'z ehtiroslari bilan qayta tanishuvi, gunoh va lazzatning aralashib ketgan achchiq shirin ta'mi haqida. Mening ismim Malika. 28 yoshdaman. 1 yil avval men uchun dunyo ostin-ustun bo'lib ketdi. 6 yillik turmushim, men borimni bergan, sevgan insonim erim Dilshodning xiyonati tufayli barbod bo'ldi. Uning boshqa ayol bilan ketishi meni tiriklayin ko'mdi. Men singan g'ururim, yaralangan qalbim va bir dunyo alamim bilan ota-onamning hovlisiga qaytib keldim. Kunlarim ma'nosiz, tunlarim esa yig'i bilan o'tardi. Men o'zimni keraksiz, sevilmagan va hayotda butunlay mag'lub bo'lgan ayolday his qilardim. Ayolligim, mening yoshligim go'yo xazon bo'lgandek edi. Bu og'ir kunlarda meni faqat bir inson qo'llab-quvvatladi. Erimning akasi, qaynog'am Davron aka. Ular aka-uka bo'lishadi, bir-biriga umuman o'xshamasdi. Dilshod yengiltak, o'yinqaroq bo'lsa, Davron aka jiddiy, vazmin, har bir so'zini o'ylab gapiradigan inson edi. U uylangan, bolalari bor, o'z oilasi bor edi. Lekin ukasining bu qilig'idan u ham qattiq xafa edi. Davron aka har kuni mendan xabar olgani kelardi. Ba'zan onam bilan gaplashib o'tirardi, ba'zan esa meni hovliga suhbatga tortardi. "Malika, o'zingizni qo'lga oling. Hayot davom etadi. Siz hali yoshsiz, go'zalsiz", derdi u menga qarab. Uning nigohlarida shunchaki rahmdillik emas, boshqa narsa borligini seza boshladim. Unda erkakning ayolga bo'lgan qiziqishi, yashirin bir hayrati bor edi. Men bu nigohlardan qo'rqardim va ayni paytda ularni sog'inardim. Axir men ajrashganimdan beri hech kim menga bunday tikilmagandi. Erim meni faqat kamsitardi. Davron akaning e'tibori esa mening so'nib borayotgan ayollik g'ururimni qayta uyg'otayotgandek edi. Bizning tasodifiy uchrashuvlarimiz, qisqa suhbatlarimiz ko'paydi. U ba'zan menga yordam bahonasida yaqinlashardi. Qo'llarimiz tasodifan tegib ketganida butun tanamdan titroq o'tardi. Bu qo'rqinchli, ammo shirin bir o'yin edi. Axir u mening qaynog'am edi. Uning xotini bor edi. Bu mumkin emas edi. Bir kuni u kechqurun keldi. Kayfiyati yo'q edi. Xotini bilan urushib qolganini aytdi. "U meni tushunmaydi", dedi u chuqur xo'rsinib. "Biz allaqachon bir uyda yashaydigan ikki begonaga aylanib bo'lganmiz. Biz uzoq dardlashdik. Ikki yaralangan qalb, ikki yolg'iz vujud bir-biridan taskin topgandek edi." U ketayotib yelkamdan sekin tutdi. "Siz yolg'iz emassiz, Malika. Men doim yoningizdaman", dedi u. Uning kaftlarining issiqligi butun tanamga taraldi. Yillar davomida unut bo'lgan hislar uyg'ongandek edi. O'sha kundan keyin bizning yashirin munosabatlarimiz boshlandi. Nigohlar, imo-ishoralar, telefon orqali uzun suhbatlar. Biz bir-birimizga tortilayotganimizni ikkimiz ham bilardik. Men o'zimni ham baxtli, ham xoin his qilardim. Axir men o'z erimning akasi bilan. Bu gunoh edi. Lekin erimdan ko'rmagan mehrni, e'tiborni men undan topayotgandim. Tanam yillar davomida unut bo'lgan tanam unga talpinardi. Bir kuni ota-onam to'yga ketishdi. Uyda yolg'iz edim. Kech tushdi. Yuragimni g'alati bir xavotir aralash umid qamrab olgandi. Eshik sekin taqilladi. Ochsam, Davron aka. Uning ko'zlari yonib turardi. "Kirolmayman", dedi u pichirlab. "Lekin sizni ko'rmasam bo'lmasdi." "Kiring", dedim men ham pichirlab. O'zim ham nima uchun bunday deganimni bilmasdim. U ichkariga kirdi. Biz mehmonxonada yuzma-yuz turardik. Oradagi sukunat shunday quyuq ediki. "Bu noto'g'ri", dedim men titrab. "Bilaman", dedi u menga yaqinlashib. Uning nafasi yuzimni kuydirardi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida muzlagan tanamga go'yo olov tegib eritib yuborgandek bo'ldi. "Lekin sen shunga loyiqsan, Malika. Haqiqiy mehrga, haqiqiy ehtirosga." U qo'llari bilan yuzimni ushlab ko'zlarimga tikildi. "Ukam senga xiyonat qildi, men esa." U lablarini labimga tekkizdi. Bu o'pich bu yillar davomida kutilgan, yashiringan ehtirosning, unut bo'lgan ayollikning portlashi edi. Mening butun vujudim erib ketdi. Mening qarshiligim, mening qo'rquvlarim hammasi bir lahzada unut bo'ldi. Men bir og'iz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Avval sekin, so'ng ehtirosliroq.
Qo'llari yelkamdan pastga sirg'aldi, belimdan topib meni o'ziga mahkam tortdi. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga olov yoqardi. U meni asta yotoqxonamga boshlab kirdi. Bu mening yolg'iz tunlarim o'tadigan joy edi, ammo endi u yolg'iz emasdi. Oramizda faqat yurak tovushlari va tashqaridagi tun sukunati eshitilardi. Ko'zlarimiz gapirardi. U meni karavotga o'tkazib, o'zi qarshimga tiz cho'kdi. U mening tungi ko'ylagimning iplarini asta yecha boshladi. Har bir teginishi bir ehtiros, bir qadam edi, noma'lumlikka, gunohga. Ammo men qo'rqmasdim. Uning nigohida shunday bir kuch bor ediki, men o'zimni unga to'liq ishondim. U kiyimlarimni butunlay yechdi. Mening yosh, ammo mehrga tashna tanam. Men uyatdan emas, lazzatdan qizarardim. Uning hayratga to'la nigohidan zavqlanardim. U ham kiyimlarini yecha boshladi. Uning pishgan, baquvvat tanasi xira yorug'likda yanada jozibali ko'rinardi. U meni quchoqlab karavotga yotqizdi. Uning harakati tez emas, lekin chuqur edi. Uning lablari butun tanamni o'rganardi. Sekin ikkita tarvuz chamdan ezib, uchidan tishlab oldi. Oh, mazza! Rosa yoqib ketaverdi. Men ham uni mahkam quchoqlab oldim. Bizning vujudlarimiz bir-biriga chatishib ketdi. Uzoq, juda uzoq bir-birimizni yalab yulqashdik, erkaladik. Uning har bir teginishi tanamning unut bo'lgan nuqtalarini qayta jonlantirardi. Uning kuchi, uning tajribasi, uning nafasi meni aqldan ozdirardi. U meni lablarimdan pastga sirg'ab, bo'yinlarimni, yelkalarimni o'pa boshladi. Men shirin nola qilardim, uning ismini pichirlardim. Oxiri uningniki turib ketgan edi. Uning qattiq go'sht kaltagini sonlarim orasida his qildim. Sekin tika boshladi. Men dodlab baqirib yubordim. Bu ham og'riq, ham yillar davomida kutilgan lazzatning, ayolligimning qayta uyg'onishining chinqirig'i edi. U meni tonggacha baqirtirdi, rosa rohatlandim. Ertalab bo'ldi. Quyosh chiqqandi. Ikkalamiz ham holdan toyib, charchab yotardik. Men uyg'onganimda u allaqachon kiyinib olgandi. U menga qarab jilmaydi. Kecha uchun rahmat, dedi u sekin. Bu bizning sirimiz bo'ladi. U peshonamdan o'pib chiqib ketdi. O'sha kundan keyin men boshqa malikaga aylandim. Endi men shunchaki ajrashgan, baxtsiz ayol emasdim. Men yashirin sirga ega bo'lgan, ehtirosli ayolga aylangandim. Davron aka bilan yashirin uchrashuvlarimiz davom etdi. U xotinidan yashirincha men bilan uchrashar, menga mehr berar, ehtiroslarimni qondirardi. Bu qo'rqinchli, ammo shunday shirin edi. Bir marta homilador bo'ldim. Yashirincha oldirib tashladim. Ota-onam bilmasin, uning xotini bilmasin deb qo'rqdim. Bu sir faqat men va Davron akaning o'rtasida edi. Hayot davom etmoqda. Men hali ham o'sha uyda, o'sha sir bilan yashayapman. Davron aka hamon mening yashirin sevgilim. Uning xotini hech narsani bilmaydi. Bizning bu gunohli baxtimiz qachongacha davom etishini bilmayman. Ammo bir narsani aniq bilaman, eri yo'q, ajrashgan, yolg'iz ayol uchun eng katta azob bu yolg'izlik va mehrsizlik. Mazza qilib bu hayotda yashaganingiz qoladi. Chunki ayol bir marta yashaydi. Kim bo'lishidan qat'i nazar, o'zini ayol ekanligini his qilib yashash kerak. Haqiqiy hayotim haligacha shunaqa.